Amerikaga, Meksika orqali kelgan Ali ukamiz bilan suhbat o'tkazamiz. O'zbekistondan to Amerikagacha 30 kunda kelgan ekan. Ukam nechta samolyotda kelgansan? Birma-bir sanab ber. Gdetaga bir 8 ta samolyotda kelganmiz. O'zbekistondan Turkiyaga uchganman birinchisi, ikkinchisi Turkiyadan Fransiyaga, Fransiyadan Panamaga, Panamadan San Salvador, Meksika, Kosta-Rika bo'lib, o'sha bir 7 ta 8 ta samolyotda uchib, oxiri Meksikaga kelganmiz. Orada 7 kun Fransiyada qolib ketibsan. Nimaga qolib ketgansan? Fransiyada neytral zonada qolganmiz, chunki o'sha paytda kim borsa ham, pasporti bilan, biletlar bilan borsa ham qaytarib olgan bo'lgan. Biz bormaganmiz, biletni kutganmiz, chunki qachon yaxshilansa, keyin o'tishni o'zimizga ep ko'rgani uchun hamma o'tishni boshlagandan keyin biz ham borganimizda o'sha bir hafta qolib, keyin uchib ketganmiz qaytmasdan. Mana aka, ko'rdan o'tyapmiz. Voy, kemirada ham suzgansizlar. Balon aka u. Voy, balonni ustida hamasa. Balon. Voy, malades. O, odamlar ko'ryapsiz mana. Odamlar o'tyapti mana. Meksikaga kelding, chegarada turibsan. Chegaradan o'tib olish uchun 5 metrlik to'siqlardan o'tganmisizlar? Yo'q, u 5 metrlik to'siq gap aka. U 5 metrlik o'tish juda ham qiyin. O'zi to'siqlar tugash joyi bor. Va shunchalik joydan ikkita beton stoykani qo'yib qo'ygan ekan, sakrab o'tib olganmiz. Xo'p, o'tgandan keyin qayerga qochgansizlar? Sirasi o'zinglarni politsiyaga topshirganmisizlar? Hech qayerga qochmaganmiz. Bir 10 metrga, eniga 10 metrga Shebion yo'l qilib qo'ygan shag'aldan. O'sha shag'al bo'ylab ketganmiz va bizni Amerikani polislari kutib olgan o'zlari. Keyin necha kundan keyin olib ketgan? Sirasi olib ketmaydimi? Yo'q, u yerda sirasi olib ketmagan, juda ham odam ko'p bo'lgan, 100 ta, 150 ta odam bo'lgan. Ayollarni, bolaliklarni birinchi olib ketgan. Yosh kattalarni olib ketgan. Biz 2 kun, men 2 kun o'zim tog'da qolib ketganman, sovuqda o't yoqib kechqurunlarni o'tirganmiz. 2 kundan keyin shu bitta odam qolganda, chaqirganda men deb qo'limni ko'tarib o'tib ketganman polislarning oldidan. Shu bilan olib ketib, lekin borderdan 4 soatda chiqarib yuborgan. Agar narusheniya qilmasdan yashab yursang, qanchagacha yana Amerikada bo'la olasan? O'zim xohlagan bir yerga yura olaman, agar narusheniya qilmasam, hech qanaqa qoidalar buzmasam, hech kimga yomonlik qilmasak, xudo xolasa o'zim xohlagan paytgacha yursam bo'laveradi. O'zi birinchisida 5 yilgacha beradimi? O'zi dokument 5 yilgacha bergan. Buni cho'zdirsa ham bo'ladi yoki uylanib turib, haqiqiy citizen qiz topib, uylanib, nikoh qilib, bolali bo'lib yursa ham bo'ladi, qonuniy nikoh qilib. Boshqa yo'llari ham bor. Endi uni suddan yutish kerak. Bu suddan juda qiyin yoki O'zbekistonni yomonlab turib suddan yutish mumkin, lekin men u narsani o'zimga ep ko'rmayman. O'zbekiston yurtini yomonlamayman. Inshaalloh sharoitlarni zo'r qilib o'zimiz yurtga qaytib, O'zbekistonda maza qilib yashab yuramiz. Omadingni bersin ukam. Lekin hozirgi kunda Meksika Amerika chegarasidan o'tishlar yopilgan, chunki Amerikani o'zi ham xohlamaydi. Mabodo qo'lga tushib qoladigan bo'lsanglar, deport bo'lasizlar. Ma'lumot uchun mana buni bosib qo'yinglar.